Brexit'dan to'g'ri ro'yxatdan o'tish. Kiramiz ro'yxatdan o'tishga. Bu yerda 4 xil usul bor. Kimga qaysi usul qulay bo'lsa, o'sha ro'yxatdan o'tishi mumkin. Men bir bosqichda o'taman. Birinchisi mamlakat, qayerda bo'lsangiz o'sha yerni kiritasiz. Mana bu yerdan qidirib topishingiz mumkin. O'zbekiston kiritaman. Keyingisi. Xohlagan valyutangizda o'ynasangiz bo'ladi. Mana bu yerdan qidirib topishingiz ham mumkin. Rub tepasi yozsangiz, mana Rossiya rubli kelib chiqadi. Mana bu yerda dollar. Bizda so'mda o'ynaymiz, o'shaning uchun mana o'zbek so'mi. Bu yerda bonusda sport uchun Casino Gambit o'ynash uchun olsak bo'ladi. Ikkalasidan birini tanlaymiz. Keyin bonusni olish uchun bu yerga promo kod kiritishimiz kerak, katta tariflar bilan. VIB 555. Mana buni ptichka qilamiz va ro'yxatdan o'tishga bosamiz. Xo'sh, bu yerda kapchadan o'tishimiz kerak. Piyodalar o'tish joyi deyapti. Tanlaymiz. Yana chiqsa yana belgilaymiz. Tasdiqlashni bosamiz. Xo'sh, xatolik bo'ldi. Bu yerda aytilgan narsani belgilaysiz. Mana bu yerda aylanacha bor doira. O'shani aylantirib, mana shu kapchani topsangiz ham bo'ladi. Mana shu osonroq. Tasdiqlashni bosamiz. Xo'sh, mana kapchadan o'tib oldik. Bizga login bilan parol berdi. Uni screenshot qilib olib qo'yamiz galeriyaga. Bu eng kerakli narsa, esdan chiqmasin. Mana bu yerga keyingisi tugmasini bosamiz. Birinchi hisob to'ldirishdan oldin pastda menu degan joyga bosamiz. Bu yerda mana shaxsiy ma'lumotlar mana turibdi odamcha, o'sha ustiga bosamiz. Bu yerda eng kerakli narsasi qalamchani to'ldirib chiqishimiz kerak. Bu yerda familiya, ismingiz, mana bu yerda pasport ma'lumotlaringizni kiritasiz. Masalan, fuqaro pasporti. Keyin bu joyga seriya deyapti. Masalan, ABAD bo'lishi mumkin. Bu yerga 7 ta raqamni kiritasizlar. Pasport seriya. Keyin berilgan sanasini so'rayapti. O'shani kiritasizlar bu yerga. Qachon berilgan deyapti, o'shani topib OK deb bossa kiritiladi. Kim tomonidan berilgan, buni ham yozib qo'yasizlar. Masalan, oxiriga IB deysizlardan. Barchasini to'ldirib bo'lganingizdan keyin uni saqlashni bossangizlar, ma'lumotlaringiz saqlanadi. Mana bu yerda qalamcha yo'qoladi. Keyin mana bu yerda telefon raqami ulashib qo'yishni maslahat beraman. Akkauntingiz yanada ishonchliroq bo'ladi. Bu yerga telefon nomeri kiritasizlar. Faollashtirish bossangiz, nomeringiz kod keladi, o'sha kodni kiritsangiz tasdiqlanadi. Keyin bemalol hisob to'ldirishga o'tsangiz ham bo'ladi. Mana hisob to'ldirishga o'tamiz. Bu yerda mana Humo bo'limi orqali to'ldiramiz. Bu yerga kerakli summani kiritamiz. Masalan, 200 ming so'm. Bu yerga karta raqam, ism, familiyangiz va muddatini yozib tasdiqlashni bosamiz. Keyin kartaga ulangan nomerga kod keladi, o'sha kodni tasdiqlasak hisobimizga pul tushadi. Hozir men kiritib barchasini videoni davom ettiraman. Xo'sh, mana 200 ming so'm tasdiqladim, karta raqamini yozib, muddatini ham. Endi bu yerga kartaga ulangan nomerga kod keladi, o'sha kodni tasdiqlasak pulimiz tushadi.
Yuborishda bosamiz. Mana pulimiz sirasi tushadi. Pulimiz mana tushdi. Endi xo'sh, mana bu joyga o'tamiz. Mana bu yerdan ham tekshirishimiz mumkin. 200 ming so'm pul tushgan. Mana bu yerda o'yinlar o'ynab, xohlagansiz futbol o'ynaysizmi? 2x qilib yoki masalan undan ko'proq pul chiqarib olishingiz mumkin bemalol.